Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, yaxshimisiz? Rahmat sizlarga. Keldik mana Xorazmga. Xush ko'rdik. Taklif uchun rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Hop, birinchi mijozimiz qayerda? Xorazmning qaysi qismidalar? Xivada. Xivada. Uylarga boramizmi? Kutyaptilarmi? Xudo xolasa, Haydar akaning uyiga boramiz. Bo'ldi, ketdik aka. Ketdik. Ketdik birgalikda. Aka, ko'pchilik kuzatib borayotganlar baribir nafaqat eshiklar, balki uyning interyeriga, uni hozirgi qurilish uslubiga ham e'tibor berishadi. Mana masalan siz mana shu uy uchun nechta eshik tayyorlab bergansiz? Bu uyimizga 26 ta eshik berganmiz. 4 ta prayomka berganmiz. Eshiksiz prayom. Uslubi qanaqa hammasini? Hammasini neoklassikga qilib berganmiz. Shunda mana bu uslub ham hozir neoklassikami? Bu klassikga, neoklassikga aralashtirib qilingan. Bir-biriga mos tushadi. Mos tushadi. Aka, mana shu uy uchun individual, hali boshqa mijozlaringiz uchun qilib bermagan ishingiz bormi? Bor. Nima qilgansiz? Oddiy misol, mana karnizimiz bor. Eshikning tepasiga. Mana bu karnizmi? Ha, mana shu karniz. Shuni dizayneri bilan gaplashib, maslahatlashib, mijozimizga ko'rsatib, mana shuni ma'qullab bergan, mana shuni qilib berganmiz. Bu boshqa mijozlarda yo'q, takrorlanmagan. Yo'q. Eng birinchi mana shu uyga moslab o'tilgan shu. Razmeri ham, balandligi ham, ichini kolsolari ham, hammasi shu uyga moslab qo'yganmiz. Xo'p, 26 ta eshik, birortasidan mijozingizni ko'ngli to'lmagan joyi bo'ldimi yo'q? Ochiq ayting mana. Yo'q, hozircha yo'q. Mijozimizga 18-yil qo'yib berganmiz eshiklarni. O'shandan ko'ngli to'lgani uchun mana yangi imorat qilgan. O'shanga ham eshiklarni qo'yib berganmiz. Hali 26 eshigimizdan bittasida ham jalba bo'lmadi. Demak, birinchi ishonch oqlaganingiz uchun to'g'ridan-to'g'ri sizga, ya'ni Akbar ish kompaniyasiga murojaat qilishgan. Aka, bu tomonlarga ham o'tsak bo'ladi, uy egalari ruxsat berishgan? Ruxsat berishgan. Ruxsat berishgan bo'lsa, birgalikda o'taylik aka. Zal, uyimizga ko'rk qo'shadigan kattagina zal. Aka, bu yerda nima qilishadi? Bu yerda katta mehmonlarni kutishadi, ko'p odamlarni mehmon qilishadi. Juda zo'r uyni ochib beradigan qismi bo'pti. Mana tomoshabinlar ham ko'rishinglar mumkin. Mehmonlarni kelayotgan mehmonlarni bemalol xursand qilib jo'natishinglar mumkin. Xullas, bu mehmonxona qismi haligi uslub bilan bir xilmi yoki farq qiladimi? Endi bu yerda sal boshqacharoq remont qilishgan, bu yerda klassikani o'zini qilishgan. Eshik ham farq qiladimi aka yoki bir xilmi? Umumiy masalan bu xonani o'zi mana xarakterini o'zi o'zgarib turibdi-da. Eshik ham shunga monand o'zgaradimi yoki eshik umumiy uchun bir xil tanlangan? Endi umumiy uchun bir xil tanlangan, narigi eshiklar bilan bir xil bo'lishi uchun uni bir xil tanlaganmiz. Aka, keling, siz Akbar ish kompaniyasi bilan taxminan necha yildan beri ishlaysiz? 12 yil. 12 yil. Katta tajriba bor. Ko'p mijozlar bilan ishlagansiz. Keling, sizga mijozlarni eng ko'p mana shu uy qurilishida, interyerda, aynan eshik tanlashda qilayotgan xatoliklar haqida 3 ta savol bersam. Birinchisi o'sha mana shu savolni o'zidan kelib chiqadi. Eng ko'p qilayotgan xatoliklari nima mijozlarni shu eshik tanlashda? Endi eshik tanlashda eng ko'p xato qiladiganlari eshikni oxirida tanlasam bo'ladi, oxirida qo'ysam bo'ladi. Qo'yishi to'g'ri oxirida, lekin oxirida tanlashi bu xato deyman, birinchi xatolardan biri. Chunki eshiklarni misol bo'ylari bo'ladi. Ko'p ustalarimiz biri past, biri baland qilib qo'yib ketishadi. Shuni boshda remont boshlangan payti maslahatlashsa, maslahatini bemalol bir xil qilib chiqarib qilamiz. Arzon eshik tanlagandan keyin uni qanaqa muammolar kelib chiqa boshlaydi? Katta uy bo'lgandan keyin bolali uy bo'ladi. Uyda yosh bolalar ko'p bo'lgandan keyin bu tabiiyki ularni nazorat qila olmaysiz. Ba'zida suv bo'ladi, ba'zida shara bo'ladi, shokolad tekkan joylari, barmoqlar qolib ketgan. Uni artish uchun, tozalash uchun suvdan foydalanasizmi? Eshiklarga suv baribir har xil ta'sir qiladi.
Bu eshiklarning himoyasi bormi shunga nisbatan? Himoyasi bor, suvga chidamli. Sirib, nam trapkalar bilan artib oladigan bemalol qilsa bo'ladi. Bularni sanuzellarga ham qo'yib berganmiz shuning uchun ham. Namlikka chidamligi bo'lgani uchun. Nimaga buni so'radim? Chunki ko'pchilik asosan uyga katta pul sarflaydi-yu, lekin eshikka kelganda byudjetni qisqartirishga harakat qiladi-da. Hamma muammolarni shu eshikka kelganda to'xtatib qo'yishadi. Vaholanki eshik mana shunaqa jihatlarda eng arzon emas, aksincha eng premium e'tibor talab qiladigan nuqta hisoblanadi. Bu ham asosiy bir mijozlarni to'xtalib qoladigan muammolardan biri hisoblanadi. Mijozlarni xarid qilish jarayonida o'zlari kelishganmi siz oldingizga yoki dizayner bilan birga kelishganmi? O'zlari kelishgan. Uyni egalariga maslahat berishgan, boshqa joyda boshqacha firmalar bor deb, lekin uyni egalari yo'q, shu Akbarichga, Muzaffarga beraman deb zakazlarni bizga o'zi bergan. Xullas, xorazmliklar Muzaffar akaga chiqaverasizlar. Eshiklarni endi asta-sekin detali bilan ko'rsatamiz. Ketdikmi? Ketdik. Muzaffar aka, bu umumiy hamma xonalarni birlashtirib turuvchi hol bo'lsa kerak-a? To'g'ri. Lekin mana bu qandilni umuman boshqacha qilishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qurilish uslubi, ko'rinishi, ranglar hammasi bir-biriga mos, bir-biriga monand turibdi. Menga shunaqa tuyulyapti-da, bitta bezak ham hattoki ortiqcha emas. Aka, endi eshiklarga to'xtalib o'tsak, xonalarning ikkitasini ko'rsatib o'tdik. Katta-katta mehmonxonalar. Mana bu eshikni uslubi, nimadan tayyorlanganligi, materiali haqida o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Bu individualniy klientimiz uchun o'zi yasab berganmiz. Buni past qismini oynasiz qilib, tepasini shotlandga qilib berganmiz. Bu eshigimizning rangi jemchuqdan bo'lgan. Bu o'zi bu yotoqxona ekan. Yotoqxonada ham shunaqa oynali eshik o'rnatish mumkinmi? Endi mana bu holimizda hammasi bir xil bo'lishi uchun dizaynerlar bilan, uy egalari bilan maslahatlashib, bu ruflanka oynamiz ichkarisi tiniq ko'rinmaydi baribir. Shuning uchun foydalansa bo'ladi. Dizayner, interior dizayner ichkaridan nima bergan? Karovatlari ko'rinmaydi baribir oyna bo'lgan bilan ichkari taraf. Agar balki shunaqa, masalan, ichki xonada hali kirganimiz yo'q, ichki xonada agar oyna bo'lmasa, tashqi tomon ko'rsatadigan, bu ham yorug'lik sifatida ham xizmat qiladi. Shuning uchun mana e'tibor berdim, to'rttalasida ham, demak, siz aytganingizdek haqiqatan mana shu formula tushyaptiki, eshiklar oynali qilib ishlab chiqilgan. Shu holga qaragan har bitta eshik. Xo'p, bu eshik ikki tabaqali mehmonxonaga mos qilib tayyorlangan. Bu ham bir xildami o'sha uslub bilan? O'sha bilan bir xil. Bu ham shu rangi ham, ustining shotlankasi ham bir xil qilganmiz. Sabab mana shu holga bir xil ko'rinish bo'lishi uchun. Ko'pchilik masalan eshik olayotganda aytishadi 06 lik MDF dan tayyorlangan deyshadi. 06 lik MDF ikki tomoniga qo'yilgan bo'ladi o'rtoqlar. Lekin hozir biz sizga bitta eshigini ko'rsatamiz. Bu eshik umuman boshqacha xarakter beradi. Tepaga chiqamizmi? Mayli. Muzaffar aka, pastdagi eshiklardan tepadagi eshiklarning nima farqi bor? Pastdagi eshiklarimiz oynali qilganmiz. Tepada основной eshik xonalarimiz spalni bo'lgani uchun glukhoy qilib berganmiz hammasini. Hammasi yopiq, bir tekisda. Lekin bu yerda mana holning umumiy ko'rinishi umuman boshqacha ko'rinar ekan. Xo'p, mana shu ikkita eshik haqida gapirib o'tmoqchi edim. O'sha biz biroz oldin aytganimiz, ya'ni MDF qalinligi mana buncha bo'ladi. Ichida mana bunday va mana bunday katta kenglikda karkas to'qiladi degan fikrlarni aytishadi. Endi sizning fikringiz qanaqa? Aslida bu eshiklar qanday tayyorlanadi? Akbarish eshiklarining boshqa eshiklardan farqi nimada? Endi buni ichi 80% to'la bo'ladi. Shunda ham bu eshikning hozir og'irligi 50 kg, 60 kg chiqadi. Voy. Bir eshigimizda. Buni MDF'i 10 likdan, 8 likdan qilsa ham bo'ladi. Buni 10 likdan qilib berganmiz. Bu mijozning o'sha talabiga binoan bo'ladimi? Binoan qilganmiz. Bu ham shu ranglari, kraskalari pastdagi bilan bir xil, shemchuq qilingan. Qayerdan olinadi mana bu bo'yoqlar aka? Bu jemchuq
kraskamiz italyanskiy Renner firmaniki. O'shandan sepiladi. Uni ko'p ishlab chiqaruvchi Renner kraska ishlatmaydi. Ha. Endi masala shunda bo'lyapti-da. Ya'ni bu bo'yoqni ko'pchilik ishlatmasa, topish qiyin bo'lsa, agar uy egalariga mana yangi ko'chib kelganlarda biror mebel olib kirayotganda bir joyini qirib oladigan bo'lsa, endi bu bo'yoqni qayerdan olamiz aka? Bu savolingizga kelsak, o'z eshiklarimiz zavod tarafdan jo'natilganda, mana shu 250-300 grammlik o'zini kraskasidan qo'shib berib yuborishadi. Chunki ertaga kosmetika ishlari bor, aytganingizdek mebel kirib chiqarganda ozgina joyi tinarganda, uni ham o'zlarimizning bolalar kelib taxlab berib ketishadi. Bu ham klientning o'ziga shunday tashab qo'yilmaydi. Shunday qo'yilgan. Ha. Qancha muddatgacha bunga kafolat beriladi eshiklarga? Bu 5 yil garantiya beramiz, 1 yil servisini qilib beramiz. O'zi eshiklar qancha xizmat qilish kerak aka? O'zi misol 1 yil garantiya berganimiz bilan kamida 15 yil xizmat qiladi. Kamida 15 yil. 15 yil xizmat qilgandan keyin bu yo bunda motor yo'q, boshqa narsa yo'q. Endi qayrilishiga, boshqasiga bir yoz qish chiqib bersa, bu 15 yil xizmat qilishini belgisi. Yaxshi. Aka, tutqichlarda tillarang berilgan ekan. Buni tanlovi kimda bo'lgan? Siz tomoningizdan aytilganmi yoki mijoz o'zlari aytganlarmi? Endi aytganingizdek bu tilla emas, tillaga qo'shadigan bu matviy tilla. Buni o'zlarimiz ham tavsiya qilganmiz, dizayner bilan maslahatlashib, uyning egasiga ko'rsatib, ma'qullab, keyin o'shani qilib berganmiz. Tushunarli. Muzaffar aka, eshiklarni premium ko'rsatadigan 3 ta jihatini sanab o'ta olasizmi? Balki 2 tadir. To'g'ri. Elar aka, premium sifat deganda 2 xil ma'no beradi. Eshikning materiali va eshiklarning bo'yi balandligi. Bu premium degan o'zi qimmat segmentni bilintiriladi. Buni ishlatilgan materiali, ustidagi kraskalari, ustanovkalari, yetkazib berish, qo'yilishi. Uyingizga bir mehmon kelsa, mana shu dizaynerlarga mos qilib, chiroyli qilib bersangiz, eshikni tepasidagi qoshlari, karnizlari bilan monand tushsa, bu premium nimasini beradi. Hali bu hovlida ishlar davom etayotgan ekan, hech so'ramadingizmi uy egalaridan, mabodo mehmon kutishmaganmi hali bu uyda? Yo'q, hali mehmon kutishmagan, hali o'zi ham ko'chib o'tmagan. Lekin dizayner modellarni ko'rib, eshiklarni ham, sifatini ham o'zi ham rahmat aytishgan. Muzaffar aka, sizdan yaxshi mutaxassis sifatida fikrlarni eshitdim-ku, lekin uy egasini o'zi bu eshiklar haqida qanaqa fikrda ekan? Bir-biriga mos kelarmikan? Hozir endi shuni bilish uchun o'zlariga ham ikkita savol bersak. Mayli, yaxshi. O'zi menimcha o'zingiz to'xtatib qo'yganingiz yo'qmi? Kelmay turing. Yo'q. O'zi aytdim, hozir ishi bor ekan, hozir keladi. Uni bergan eshiklar haqida fikri menga ham qiziq. Unda eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Aka, bu uslub uchun, bu remont uchun qancha vaqtingiz ketdi? Endi boshlanganiga 1-2 yilcha bo'lib qoldi. Ichkarining ishlari 1 yil bo'ldi davom qilyapti. Yana qancha davom etadi? Endi ko'chaning ishlari qoldi, endi tugab qoldi, xudo xolasa. Qiyinmi, osonmi aka ustalar bilan ishlash? Endi qiyinchiligi ham bor, endi bitgandan keyin o'ziga yarasha huzuri bor, yaxshi bor. Ko'zingizni quvnatadigani qaysi bu yerda endi? Endi bitgandan keyin boshqacha bir tasavvurdan ham chiroyli bo'ldi. Muzaffar aka aytib o'tdilar, bundan oldin ham aynan Akbarich kompaniyasiga murojaat qilgan ekansiz. Ha, to'g'ri. Nima sababdan o'sha birinchi murojaat qilganingizda nega aynan Akbarich tanladingiz? Chunki bozorda eshik ko'p, ishlab chiqaruvchi ko'p, lekin sizning tanlovingiz shu bo'lgan. Biz 2018-yildan beri Muzaffar aka bilan ishlaymiz. Oldin ham sinovdan o'tgan, sifatlari yaxshi. Keyin yana shu Akbarichni tanladik. U eshiklar qayerda o'rnatilgan? U yana bir hovlimizda. Boshqa hovlida o'rnatilgan. Xorazmda o'rnatilgan. Shu vaqtgacha o'sha eshiklarning qanaqadir nuqsoni chiqdimi aka sizga? Yo'q, umuman nuqson chiqmadi. Shu paytgacha shu oldin ustanovka qo'ygan payti qanday bo'lsa, hozir ham shunday turibdi. Uy egalari, oila a'zolaringiz ham shu fikrdami aka? Shunday. Chunki odatda ayollar mana bu eshikning mana bu jihati, bu joyi boshqacha bo'lsa bo'lardi deb aytishadi. Yo'q, hammamiz bir xil fikr. Xo'p, aka, mana bu eshiklarni odatda mana hozir akaga ham savol berdim, endi o'zingizdan ham fikr bilay dedim. Odatda yotoqxonalarda mana bunaqa oynali eshiklar o'rnatilmasdi. Lekin siz boshqacharoq fikrlabsiz. Bu taklif kimdan chiqqan? Bu yerni dizayn chizib bergan, dizayn bo'yicha buyurtma berganmiz. Endi ko'pincha bu narsalar mehmonxonalarga qo'yiladi. Lekin turishda hozir o'shini oladigan bo'lsak, chiroyli chiqqanda bir xil. Hammasi ko'rinishi oynali bo'lgan. Bir xil chiqishi uchun. Tushunarli.
Xo'p, agar o'zingizda bo'lsa, taklif sifatida mana shu eshiklarga umuman o'zi Akbar Ish kompaniyasiga nimani tavsiya qilgan bo'lasiz? Endi Akbar ishning kamchiligi yo'q. O'zi ham mana shunisi. Kamchiliksiz. Ustonovga endi Vaqtida misol yetib uchun keldi bular masalan. Muzaffar aka 1 oyga qilib beramiz degan, lekin muddatidan oldin kelgan. Biz telefon qilganlar, Aha. ishlarimiz bitib qoldi, lekin kutgandan ham tezroq kelib qoldi Ha. eshiklar. Bu ikkinchi hovlingiz bo'lsa, nasib etsa, yana farzandlaringiz, nabiralaringiz uchun boshqa hovlilar quradigan bo'lsangiz, eshiklarni o'rnatib berganingizda, mana bu eshiklarni sizga 20-25 yil xizmat qilganida ham kelish bizga nasib qilsin. Sizga rahmat aka. Eshiklar yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Salomat bo'ling. Katta rahmat sizlarga. Ishlaringizga omad. Salomat bo'ling. To'ylanadi. Xullas, biz hammangizga faqat va faqat yaxshi, sifatli, premium klassdagi eshiklarni tavsiya etamiz. Biz sizga doimgidek mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbar Rich, Ko'ngil tinch.